Assalomu alaykum qadrdonlar. Qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Hozir Instagramda bir videoni ko'rib qoldim-da. Bitta kuryerchi bola shaharda Toshkentda qora mashinani orqasidan yetyapti. Sal ozgina turtyapti shekilli. Mashinaning egasi kuryerchini uryapti-da. Endi u ham bir ataylab urmagandir. Bu ham tirikchilikda orqasidan chiqqan ko'chaga, urdi mashinasiga urib olib chiqmaydi ko'chaga. Bu temir-ku, bu odamdan ustun emas-ku. Bu ataylab qilmaydi-ku ko'chaga chiqib, mashinasini urib olaman demaydi-ku. Akalar, mana shu videoni tarqatib yuboringlar. Shu akam bir ko'rib sal fikri o'zgararmidi? Zora bir borib uzr so'rab qo'ysa ham bo'ladigan ish bo'libdi-da, lekin to'g'risi shu videoni ko'rib ishlarim bir g'alati bo'lib ketdi. Shunga bir video qo'yardim. Mana shu videoni tezda tarqatib yuboringlar do'stlar.